Buralar to'g'ri boshladi. Biroq biz shunday javob berib o'tamiz. Bizda negizdan yoshlar bo'yicha nimalarda bizda normalarda aytiladi 35 yoshga chayin yosh deb hisoblanadi. Biroq biz o'zini yosh deb sezgan baribir yosh deb, ana ishkerlik chorasi o'zgacha yosh dinamikalik ruhni, duhni, tushunukni talab qiladigan 70 yoshda bo'lsa dag'i o'zini ishi bo'yicha, talablari bo'yicha, qilgan maqsadlari bo'yicha qo'ygan maqsad yosh bo'lishi mumkin deb. O'shondan o'shanday deb o'zimizdan o'zi so'rab o'tamiz. Biroq dag'i talablar bo'lsa, hozir ishlayib o'tadi, bir yilning ichida balkim yosh ishkerlarni dag'i o'zining halqag'ina to'plagan, o'zicha bir nima bo'lishi mumkin. Sebebi biz birinchi Minus'ta qayrilganda Qirg'iziston ishkerlar assotsiatsiyasi degan bo'lganimizda 5 yil ishlash kerak ekan. Qirg'iziston degan nimani olishunchi Turkiyadagi ata Turkiya degan so'zlarni o'ylachi. Bizda 5 yil ishlagandan keyin ana shunday bir qayradan attandirish mumkinchiligi bo'layotgan. Vaqt keldi, 5 yildan o'tdi, ana o'ylashib o'tadi. Shundan qisqacha javob shunday. Sirtdagi nimalar bo'yicha bizning musholarimiz hozir Qirg'izistonda Bishkekda bu jeke ishker emas, kompaniya turida bizga müçölükler hazır 150'ye çıkıyor, 147-146 deva çıkan Bişkek'teki müçölüklerimizin kampanyalardan sanı. Ondan sonra Oşlu'da en çok filialımız var, Oşlu'da 150'ye çıkıyor işkerlerimiz, bir olsa kampanyalarımız şu. Ondan sonra jeke turda bizden bütün regionlardan işkerlerden özgürçö bizden yaş işkerler asasını koygan maksatları regionlarga özgürçö bir aktifleştiriyor. Bu Narın, Talas, Karakol degende şol jakta misal Talas'ın fasolünün qanday Türkiye'ye dagı kımbatırak satıp aldığın jolunu izleymiz. Jolысы Narın'dağı etти, bir et sirep türünde emas, anı bir produkt türünde dagı qanday sırtqa satуу mümkünçülüğü bolot. Jolысы bölümüzgө qanday dagı börük turistlerin gelgenge salым koşulat degen nerselerdi izlenip atat. Alda sizlerge okşoğan özün jaş bilgen için jaş işkerlerin salым menen dagı işe jat degen oyda.